Pensionerlar diqqatiga. O'zbekiston pensionerlariga ajoyib yangilik e'lon qilindi. O'zbekistondagi pensionerlar endilikda mol-mulk va yer solig'idan ozod qilinadi. Prezident qarori. Siz bu qaror haqida eshitdingizmi? Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Tezkor va muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun hamda ushbu yangiliklardan imkon qadar boshqalar ham tezroq xabardor bo'lishlari uchun videolar ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Biz esa sizlarga har doimgidek eng so'nggi va dolzarb yangiliklarni yetkazishda davom etamiz. Like bosgan insonning qo'llari Ka'batullohning devorlarini ushlasin. Diqqat qiling, ijtimoiy tarmoqlarda pensionerlar mol-mulk va yer solig'idan ozod qilinganligi haqida xabarlar tarqaldi. Bu xabarlar rostmi? To'g'ri, mol-mulk solig'idan pensionerlar 60 kvadrat metr maydonidagi mol-mulkdan ozod qilinadi. Yer solig'idan faqat yolg'iz pensionerlar ozod qilingan. Yolg'iz pensionerlar yolg'iz yoki voyaga yetmagan bolalari bilan yoxud nogironligi bo'lgan bolasi bilan birga alohida uyda yashovchi pensionerlardir. Soliq imtiyozlariga ega bo'lgan shaxslar soliq imtiyozlarini olish huquqini tasdiqlovchi hujjatni soliq obyektlari joylashgan yerlarga soliq organlariga mustaqil ravishda taqdim etishlari kerak. Ijtimoiy tarmoqlarda yaqinda yer va mol-mulk solig'idan qarzi borlarga ham elektron to'lovlarni amalga oshirish cheklanishi haqida ma'lum qilingandi. Ushbu xabar ortidan esa ijtimoiy tarmoqlarda pensionerlar mol-mulk va yer solig'idan to'liq ozod qilinganligi haqida ma'lumotlar keng tarqaldi. Xabarlar qanchalik asosli ekanligi haqida Soliq qo'mitasi izoh berdi. Mol-mulk solig'idan yagona shart Soliq qo'mitasiga ko'ra Soliq kodeksining 421-moddasiga muvofiq jismoniy shaxslardan olinadigan mol-mulk solig'i bo'yicha imtiyoz barcha pensionerlarga taqdim etiladi. Biroq bu imtiyozdan foydalanish uchun yagona shart mavjud. Pensionerning mulkida bo'lgan turar joy obyekti uchun imtiyoz faqat 60 kvadrat maydoni doirasida amal qiladi. Yer solig'idan imtiyoz faqat yolg'iz pensionerlarga, yer solig'i bo'yicha esa Soliq kodeksining 436-moddasiga asosan imtiyoz faqat yolg'iz pensionerlarga beriladi. Qonunchilikka ko'ra yolg'iz pensionerlar bu yolg'iz yoki o'zi voyaga yetmagan yoxud nogironligi bo'lgan bolalari bilan yashaydigan pensionerlar deb hisoblanadi. Imtiyozdan foydalanish uchun nima qilish kerak? Imtiyozdan foydalanish uchun pensionerlar pensiya guvohnomasi yoki pensiya jamg'armasi bergan ma'lumotnomani, shuningdek mahalla muftiyi tomonidan berilgan ma'lumotnomani soliq organlariga taqdim etsa imtiyoz qo'llaniladi.